Tezkor xabar. Ertaga 28-iyun kunidan O'zbekistonning barcha viloyatlarida boshlanadi. Tezda o'zbek xalqi tayyor tursin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Xabarlarimiz keng tarqalib barchaga e'tiborishligi uchun like bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zgidromet agentligi 28-iyun shanba kuni kutilayotgan ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatida havo bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Havo harorati kechasi 19-24 daraja, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-17 daraja, kunduzi 24-29 daraja issiq bo'ladi.